Bo'ldi. Katta to'g'riman ko'p. Kesin. Tojikistonga bizga virus apparatini ishlatib tekshirib, test qilib topshirish jarayonidamiz. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Kimgaki shunaqangi uskunalar, stanoklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Videoga o'zi bizim aniq tushmasin. Tushgan yo'q. Stanok. Kaltak demaydi. Kaltak. Kaltak cho'ndirgan xastaligida. Sababi hamma Hadi bravo. men apparat ba'zida ishni обратно deb so'ndirishi mumkin. Hop. Apparat. Onlarni kaltakka ketijigacha xasta bo'lib. Ya jak myśli holar va ha guftani. Videoda boshida shu stanok qizib joyiga tushguncha oz-ozdan yengil solinadi va mana shunaqangi ekstruder qilib chiqarib beradi. Ana sekin kukuruzga aylanish jarayoni boshlanadi. Apparat qizib olgandan keyin o'sha kukuruz bo'lib otilishni boshlaydi. O'shanda mana pichoqni ishga tushiriladi. Chiqayotgan kukuruzni kesib turadi. Borgan sari kukuruzimiz ishib boryapti. Mana bu ishib kukuruz holatiga kelishni boshladi. Haydi. Biraz burada. Kukuruzlarimiz to'laqonli ishga tushdi. Kukuruz ishlab chiqishga boshladi. Mana boshidagi mahsulotni axlat emas, bu mol qo'yga bersangiz juda ham maza qilib yeydi. Mol qo'ylar juda maza qilib yeydi, effekti ham zo'r bo'ladi. Ko'pchilik mol qo'y boqishda shunaqangi mahsulotni ishlab chiqarib, shuni o'zini mol qo'yga berishga ham ishlatishadi. Davos ketganmi? Nima bo'ldi? Bu yoqda biz tayyorga berdik. Yo'lda pastamda. Keyin to'xtamasga bitta o't. Oğlum kukuruzu. Kukuruzu. Alıyorum bari. Alıyorum. Sen sekin bari alayım. Ne alıyorsun? Hani. Alıyorum bari. Hani tatlı öğrenci Muhammed Salih? Yaxshi mazasi? Yaxshikan? Issiqqina ekan?
Hozir nam bu qurib ko'ra, qishidan so'rab nam. Buni qishidini. Mana bu ko'rib turganlaring pichoqda, kesib turgan pichoqda оборотini tezlashtirsa bo'ladi. Tezlashtirganda yana ham kaltaroq qilib kesadi. Sekinlashtirganingizda uzunroq qilib kesadi. Shunaqa qilib boshqarsa bo'ladi. Apparatning stanogimizda ikkita motor dvigatel bo'ladi. Bittasi stanoyda o'zi uchun, ekstruder uchun katta 300 saysorli dvigatel bo'ladi. Kichkinasi ichidagi pichoqni aylantirib turish uchun 220 lik kichkina motor dvigatel bo'ladi. Mazza zo'r. Bunga endi o'z xohlaganishicha, misol uchun shokoladni, klubnichniy, malinoviy, xullas har xil ta'mlarni bersa bo'ladi. Biz hozir ozgina nomiga shu sahrni zaminatel bilan shira qo'shib chiqaryapmiz. Prostoy oddiy обычный стандартный kukuruzli. Ana jonda. Hadi. Bunu shunday qilib mana qoplarga joylab sotuvga chiqarsangiz bo'laveradi. Tayyor mahsulot. Qoplandi. Xohlang kilolab soting, xohlang mayda paketlarga upakovka qilib soting, ketaveradi. Haqiqiy kukuruz bana endi chiqdi. Boyagi istaliydi. Ha, bu ekstra aytdim, men buni tushuntirdim. Buni molga berishda ham foydalanishadi-yu. Bu narsalarni ham aytib o'tdim, hamma yo'g'ini. Haqiqiy chista kukuruz mana endi chiqyapti, ko'rib turganlaringiz. Ali Muhammad Solih. Ehtiyot bo'ling. Ha? Bicha quruq ham. Issiqligi hali namligi bor jicha. Buni pichog'ini tezlashtirsa kaltaroq kesaveradi. Shuni sal tezlashtirib ko'rsatib beraylik videoda. Maydalashib ketdi o'zi. Kalta bo'lib. Pichoq tezlashtirib yoki sekinlashtirib o'zingizga xohlagan razmerda nastroyka qilsangiz bo'laveradi. Direkte zo'r chiqadi. Bitta shira. Endi bunga shirani ham shokoladni, malinoviy xohlagan ta'mni bersa bo'laveradi. Mana bu bani sayı. Nasıl namlıklı? Hadi sen mi diyorsun? Namlıklı, hadi sen mi diyorsun? Böyle. Gerçekten öyle bir gerçekten öyle. Sana söyledi biraz. Taraftan mı gidiyorsun? Nasıl böyle? Xullas, mana shu ko'rib turganlaringizdek, kukuruz stanogimiz qonuniy ishlash videosi shunaqa bo'ladi. Ishlash prinsiplarini ham shu qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tdik. Yana telefon qilsalaring, kerakli ma'lumot tushunmagan joylarini to'liq tushuntirib ham qo'yilaveradi. Ishlash prinsipi xuddi shunaqa bo'ladi. Pichoqni tezlashtirsangiz kichkina kesyapti, ko'rlaring, o'zingiz videoda ham ko'rlaring. Sekinlashtirsangiz katta kesaveradi. Bu boshida chiqqan mana bu mahsulotni odatda bu ataylar ham shunaqa chiqarib turib, mol qo'yga berib foydalanadiganlar bo'ladi. Chunki bu mol qo'yga bersangiz, mana shu
ekstrdan ko'rsatib qo'ying, chala ko'rsatilgan mana shu holatda chiqqan kukuruz ekstruder deyiladi. Bu mol qo'yish uchun juda ham yaxshi effekt beradi. Zo'r semirtiradi, chiroyli yetiltirib, ular toza yem sifatida foydalanadi. Bunisi bo'lsa, xuddi o'sha ko'chalarda, magazinlarda sotilayotgan ham yoki shunga o'xshash barcha kukuruzlarni shu tarzda chiqarsangiz bo'ladi. Xohlang ufak qilib, xohlang mana shunaqangi ko'rinishda qoplab, kiloga ham sotsangiz bo'laveradi. Bu apparatlarga zakaz bermoqchi bo'lsalaring, shu ekranlaringda chiqayotgan telefon raqamlariga murojaat qilsalaring, bizda O'zbekiston bo'yicha va qo'shni davlatlarga ham yetkazib berish imkoniyatlari mavjud. Kelishilgan holda bo'ladi. Mana hozir shu ko'rib turgan apparatlarni ham biz Tojikiston davlatiga, tojikistonlik mijozimizga tayyorlab berdik va chiqarish arafasida. Shuni hozir test video qilyapmiz. Videoni oxirigacha ko'rib, kanalimizga albatta like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishingizni unutmanglar. Biz sizlar uchun bundan-da yaxshiroq manfaatli videolar tayyorlashda davom etamiz.